Shahnoz opa nima qilyapsiz bu yerlarda? Bilasizmi, Rasuljon, muzey bir ajoyib go'sha sanaladi. Qarang, bu kichkina maktabning ichida muzey ham bor ekan va e'tiborlisi esa mana shu muzeyda mingdan ortiq eksponatlar bor ekanda. Mana shu aholidan yig'ilgan, yaqin oradan yig'ilgan muzey eksponatlarni o'zi bilan boyitilgan ekan. Yana meni e'tiborimni bir narsa tortdi, mana bu qayiq. Albatta, qayiqi qishlog'ini tarixi qayiq bilan bog'liq bo'lsa kerak deb o'ylab qoldim-da, Rasuljon. Qayiq so'zidan olingan deyshadi manbalarda. Qarang, bu ajoyib. Bitta maktab uchun juda ham katta voqea desak ham bo'ladi. Albatta, bunaqa tashkiliy ishlarni boshqa joylarda ham qilsa yaxshi bo'lardi. Ham zamonaviy, ham Tarixga oshno, tarixga oshno. ham sportsevar. Qoyil. Har qancha e'tirof etsak ham juda ajoyib.